Muhtaram qo'shiq shaydolari, mana qo'limdagi plastinka ustoz Hojiakbar akani 1980-yili O'zbekfilm kinostudiyasini ichida ovoz yozish studiyasi bo'lardi. U yerda Anvar Tojiyev, adashim Anvar Tojiyev, To'lqin Tojiyev aktyorning ukasi. O'sha Absolut sulh egasi ovoz rejissyori Anvar Tojiyev yozgan. O'sha gram zapisda yozgan, o'sha O'zbekfilm studiyasining ichida. Mana Hojiakbar aka ustozimiz 1980-yil. Mana shunga ham 46 yil bo'libdi. Noyob arxiv. Mana orqasini o'giramiz. Bu yerda qo'shiqlarning nomlari yozilgan mana. Hop. Zebo o'lka, tog'li dildor, yettim visolingga o'xshaysan. Birinchi tomoni, ikkinchi tomoni. Maktub, ketmoqdaman, gulbahor o'lkam, vafo qildim. Mana zvukorejissyor Anvar Tojiyev yozilgan mana. Mana bu yerda tiraji bor yo'g'i tiraji 3600 ta bo'lgan ekan. Bor yo'g'i 3600 dona chiqqan. Narxi mana sena 1 so'm 45 tiyin. 1 rubl 45 kopeyk. Melodiya Tash Gramplastinkada Tashkentskiy zavod Gramplastink imeni Tashmuhamedova. Shunda ko'paytirilgan keyin. Mana noyob arxiv. Mana shu plastinkalar, mana shu qo'shiqlar bizani o'ziga rom etgan. Keyinchalik mana 79-yil men tanish bo'lgan edim. Bu plastinka keyin men sotib oldim. Ustoz Hojiakbar aka bilan 79-yili mana shunaqa iyun oylarida tanishganmiz 1 yildan keyin. 1 yil oldin 79-yil tanishganmiz. Bu plastinka 80-yili chiqqan. 1980-yili sotuvga chiqqan. Noyob arxiv mana ustoz ijod qilib o'zlari yaratgan qo'shiqlari mana o'sha birinchi tor qo'llarida. Mana shu tor bilan Sverdlov konsert zalida qo'shiqlar ijro qilib muxlislarini maftun etishardi. Birinchi bo'limda ustoz Faxriddin aka qo'shiq aytardilar, ikkinchi bo'limida Hojiakbar aka chiqib qo'shiq aytardilar. Sverdlov konsert zali hamon yodimda. Ana shunday gaplar. Umr oqar daryo, shuncha yillar bir pasda o'tib ketdi mana kechagidek. Kecha xuddi kecha bo'lgandek. Aziz muxlislar.